bolalarini lider bo'lishini xohlaydigan ota-onalar bor. Bu uchun nima qilish kerak? Biza tarbiyalashga juda ham berilib ketamiz-da, o'ylaymizki, tarbiyali bola bu gapga kiradigan, to'polon qilmaydigan, jim burchakda o'tiradigan, mehmonga borsa stoldan narsa olmaydigan farzand bu. Lekin aslida-chi, lider inson bu o'zi kim? O'z fikriga ega, o'ziga ishongan, gapini va xohishlarini yetkazib bera oladigan inson. Bunaqa farzand o'stirish uchun yoshligidan uni sindirmasligimiz kerak. Ya'ni biz gapimga kirmayapti, men uraman, ugulga qo'yaman, tarbiyali metaklar tarbiyalash o'zi aslida nima? Tarbiyalash bu bolani sindirib o'zimni qolipimga solish. Ya'ni meni ushalmagan orzulari, men qila olmagan ishlari, meni o'sha elementarni pianino bo'ladimi, gitara bo'ladi, unga olish bu aslida sizni qiziqishingiz, bu narsa umuman sizni bolangizga qiziq bo'lmasligi mumkin. Lider bola o'stirmoqchimisiz? Bolani o'zini taqdiri borligini, uni ham Alloh asrashini, uni ham o'zi bir qanaqadir missiyasi borligi, ishonchingiz komil bo'lishi kerak va Allohga tavakkul qilib bilishni o'rganish kerak.